borayotgan akalarimizga mana nasib bo'lsa 2025-yil 4-may mana shunday kavraklar nasib bo'lsa bular mana kavlab ko'ramiz. Bular endi kavrak nasib bo'lsa bu kavraklarimiz kesimga tayyor bo'lgan. Bu yil nasib bo'lsa ishlaymiz deb turibmiz. Mana kavrak ko'chatlarimiz. Bular 5 yil 6 yil oldin ekilgan. Urug'dan sepilgan. 6 yil bo'lyapti. Mana shunday holatga kelgan. Nasib bo'lsa bu kavraklar bu yil kelisha olsak bolalar ko'p bolalar ishlab bo'lib ko'p bolalar nasib bo'lsa mana shu yerdan niyat qilgan bolalar yaxshigina daromad qilib ketadi. Nasib bo'lsa ko'p bolalarni ishli qilamiz. Mana shu 6 yillik ko'chat urug'dan ekilgan, mana shunday holatga kelgan kavrak. Piyolada bo'lgan. Ekranda nomerlarimiz bor. Qiziquvchan insonlar bo'lsa bemalol chiqaveradi.